Xorazm territoriyasida obzor etgan eng zo'r mashinalar haqida gaplashsak. Bo'ldi, lekin eng tezi haqida oxirida gaplashamiz. Davay. Eng qimmat mashina. Hali bugunachalik GLS Maybach mashinaning narxi $345,000 tushgan, nomerining o'zi $20,000. Eng neobычный mashina. Eng необычныйsi Tesla Model X. Даже mashina tushunmaydigan odamlar uchun ham nerda ko'rsalar hayron qoladilar. O'zing ham yodingda bo'lsa, obzor etib turgan vaqtimiz YPX xodimlarimi kelib, qiziqib ko'rib, rasmga tushib ketadilar. Eng ko'p pul surtilgan mashina. 011 Gentra. Pnevmo podvez keladi, yodingda bo'lsa. Uning boshqa qo'yilgan mashina adashmasam ham yo'q, lekin eng ko'p pul akustikasiga ketgan. O'zing ham ko'rding, eshitib ko'rgansan. Eng legendarniysi obzorlar ichidagi mashinalar. Eng legendar. O'zi общий ko'p legendarniy mashinalarni obzor etganmiz, lekin hozir javob berishim kerak bo'lsa, 5-seriya E60 ni aytgan bo'lar edim. Nechun desa, vaqtida mashina hit bo'lgan, ko'pchilik odam yaxshi ko'rgan, fanati bo'lgan va kamyob mashina. Xorazmda hali bugunachalik umuman yo'q. Bir xorazmli bola urgancha bir kun kelgan vaqtida amallab obzor etib qo'ydik. Motor ob'yom bo'yicha eng katta obzor etgan mashinasi. Eng kattasi Chevrolet Suburban 605 litr ob'yom, lekin dizel motor edi, mashina umuman yurmaydi. Eng kamyob mashina. Eng kamyobimi Mercedes E63S AMG'si. Bilasan, avtofestivallar ham borganmiz. Imini original AMG'li yo'q. Kam bilasan, hammasi restyling etilgan, imini originali yo'q. Ko'plarni qiziqtiradigan savol, eng tezi qaysi? Eng tezimi? 1 yil oldin obzor etganmiz shu mashinani. Vam hali bugunachalik Xorazmda eng tez mashinaning statusini tuttirgan Zikr 001 Z Sport bo'ladi. 789 ot kuchi 3 sekundda 100 ga chiqadi. Lekin uni konkurenti keldi, undan ham tez mashina. Agar sizlar qiziqarli bo'lsa, podpiska bosib qo'yinglar, tez kunda obzorini chiqaramiz.